Tikka ishqibozlariga hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazbi do'stlar, Qarshi mashina bozoridan xudo xolisa sizlarga arzon Tikkalarni, narx-navolarni chiqarib beramiz. Bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga esa obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolisa bir boshdan video olib ketaveramiz ekan. Tog'a assalomu alaykum. Yaxshi. Charchamayapsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Yili nechi buni? 2002 aka. 2002 a? 2002-yil akalar mana. Salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Chexol, taylar linon qilingan. Yurishlarda kam yo'qmi aka? Aka motorlar qilingan, hadoylari yaxshi. Motor qilingan, hadoylari yaxshi akalar mana. Xudo xolisa olib haydasa bo'ldi. Benzindami aka bu? Mashina benzinda. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q aka, muammo yo'q. Dokumentlarda muammosi yo'q akalar mana. Narxi aka? 20 milliondan aka. 20 million kami bor. Bozor nechi chiqildi? Bozor so'rab ketadi. Har xil. Xudo xolisa kelishtirib beramiz. Generalniy bo'ladimi yo'qmi aka bu? Bo'ladi. Generalniga chiqadi, 20 million so'm kami bor akalar. Savdolashamiz. Xudo xolisa yurishda kamchilik yo'q. Telefon nomerni ayting. 91lik 91lik 640 640 24 24 94. 94. Lazbi avto aka. Xudo xolisa 20 million so'm kamini qilib beramiz deyishyapti. Yurishlarda kamchilik yo'q. Mashinamizning holati bemalol aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Yubor, zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar so'rashnaman. 3 to'xtadimi, 4 to'xtadi. Aka sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Yili nechi? 2003. 2003. Oxirgi chiqqan Tikkalarımizdan akalar mana. 2003-yil motorlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz akalar mana. Ko'rishingiz mumkin. Mashina propanda. Salon holatlari yaxshi holatda. Mana akalar propan gazlar, bitta propan zapravkani qilasizlar, xudo xolisa qachon qilganinglar esingizdan chiqib ketadi mana. Motorlarda, hadoylarda ish yo'qmi aka? Xudo xolisa olib minsa bo'ldi. Hayır. Narxi 20 sotiladi. 20 million bo'lsa sotiladi. Gap yo'q akalar mana 20 million so'm bo'lsa beramiz deyishyapti. Faqat naqd pulga ketami aka endi bular. Naqd pulga, generalniysi? Generalniy bor. Telefon nomerni ayting. Ya bu ham sizdanmi? Balam 35 talik. Yo'q. Telefon nomerni ayting. 95lik 95 585 585 51 54. 51 54 raqamiga aloqaga chiqasizlar akalar mana. Qiziqqanlar bo'lsa. Akalar mana Tikkamizda yaxshiroq variantni so'ragan akalarimiz uchun shunaqa variantni ko'rsatib o'tamiz. Mashina benzinda holatlarni ko'rishingiz mumkin. To'rtta yaxshi balonlar bilan. Mana akalar. Mashina orqadan qoladi. Tog'amiz hozir savdolashib turibdi. Hozir sizlarga ma'lumotlarni olib beramiz qo'ldan kelgancha. Mana akalar, Tikkalarimiz. Motor o'chilmagan, ha? Motor bir marta ochildi, remont qildim. Motorlari qilingan ekan. Hozir akamizdan ma'lumotlarni olib beramiz. Aka yili nechi? Assalomu alaykum. 2004 oxirgi chiqqanlarim endi shu. 2004 oxirgi chiqqanlardan akalar mana. Motorlari qilingan ekan, mashina benzinda. $20 million so'mga hozir berilmadi akalar. Mana shu Tikkamiz hozir akamizning narxini bilamiz. Siz nechi so'rab turibsiz aka buni? Berasiz buni? Ha? Telefon nomeringizni qo'ymaymiz aka.
Xo'p, akalar davom etamiz. Tik olish hozlari uchun. Aka sizlarmi? Assalomu alaykum. Narxini aytib qo'ying aka, telefon nomerimizni qo'ymaymiz. Mana akalar. Sotishga olib chiqib, narxlarni ham aytishmaydi. Xudo xolasa biz ruxsat berganlarini qo'yib ketaveramiz bir borda. Sizlarda ham palvon bor? Kim qo'yadi sotadi buni? Dadang? Qayerga dadang? Yo'qda. Sen sotyapti dadang. Necha yili buni? 97. Narxchi? 22 million so'm so'ralishi kami bor. Telefon nomerni aytadingiz. 90lik 864 78 72 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Mashina benzinda ko'rishinglar mumkin akalar. Xudo xolasa 22 million so'm kamini qilib beramiz deyishyapti mana akalar. Tikosh hozlariga xudo xolasa bemalol o'zinglar egalari bilan to'liq ma'lumotlarni olib gaplashib olishinglar mumkin. Xo'p, bu tikomizni ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Qiziqqanlar bo'lsa. Aka sizdanmi? Assalomu alaykum. Yili necha? 2001. To'rtta yaxshi balonlari bor akalar, ko'rishinglar mumkin. Motor hadoylarda ishi yo'qmi aka? Olib minsa bo'ldi, xudo xolasa. Propan aka gazi. Mana akalar, propan tabletga gazlari bor. Narxchi aka? 25 million. 25 million kami bor. Generalniga chiqamıyor, chiqadi. Qayerda mashina aka o'zi? Qarshini mashinasi. Akalar 25 million so'm kamini qilib beramiz deyishyapti. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerni ayting. 90lik 670 6907 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Akamiz bilan gaplashib olaverasiz. Savdoyingiz bersin aka. Xo'p, qizil tikomizni ham qator ko'rsatib o'taylik. Aka sizdanmi qizil tiko? Ya ko'rsatib aka nima? Ha? Kerak emasmi? Narxni aytib qo'ying, qiziqadi endi. Ya sizga telefon qila olmaydi, telefon nomerni qo'ymaymiz. 23 million, ha? Yili 98. Bo'ldi, gap yo'q. Endi misol chetda ishlar bir xil qiziqadi-da, narxni hech bilmagan. Siz nomeringizni qo'ymaymiz, siz aloqa qilmaydi, chiqmaydi, bezovta qilmaydi aka. Mana akalar, 23 million so'm davom etamiz. Mana ko'pchilik kerak emas, shart emas degan joylari ham chiqib qoladi. Shunga qaramasdan sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tib ketaveramiz akalar. Bu oqtikomiz egasi yo'qmi ekan? Egasi yo'q akalar. Egalari borlarni ko'rsataylik sizlarga. Realni sotaman deb turgan akalarimiz bo'lsa, jazmanlar, xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Aka sizlardan assalomu alaykum. Yili necha? 2001 narxchi. Sotildi. Sotildi, oldilarizmi yo'q? Yo'q, bizda sotdik. Necha pul sotdingiz aka? Sir bo'lmasa. 10,5 million. Gap yo'q. Barakasini bersin akalar, mana sotganga ham, olganga ham 10 million 500 ming so'mga mana shu tekomiz sotilibdi akalar. Nima deysizlar? Mana shunaqa variantlardan xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mana tekolarimiz 10 million 500 ming so'mga baraka bo'lgan tekomiz. Tog'a necha pul deyapti buni? 15 million kami bor. Motorlarda shu yo'qmi aka? Qilingan, ha? Hamma yo'q. Xo'lasa haydasa bo'ldi olib. Yili necha edi? 2000-yil. 2000-yil. Oxir pul bermasa? Akalar 2000-yil ishlab chiqarilgan 15 million so'm tekomiz, motorlari qilingan. Mashina benzinda, mana ko'rishinglar mumkin. Hozirlarga telefon nomerlari, ma'lumotlarni olib beramiz. Generalnisi bormi aka? Chiqadi. Telefon nomerni ayting. 91lik 455 26 60 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 15 million so'm savdosi bor.
tepasiga bemalol gaplashib olaverasizlar. Keling mana Tiko qatoridan ham sizlarga bir qism videolarni chiqarib berdik. Like bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga yaxshi video syomkalarni qilib beramiz. Kuzatishda davom etasizlar akalar.